Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınızlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda radiomuzda berilgan o'tgan bir hafta jarayonidagi Uyg'urlarga aloqador muhim voqea va hodisalardan ma'lumot beramiz. Qadrlik ko'rurmanlar, men Erkin tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatlarında bo'lsin. Yaqında Qashqardagi dağlıq Uyghur baylarından Saman Sayohat guruhining direktori, Saman mehmonxonasining xo'jayini İbrahim Musaning ayoli va o'g'li bilan birlikda tutqun qilinganligi oshkora bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, İbrahim Musa Qashqardagi eng dastlabki egilik tiklagan Uyghur baylaridan bo'lib, asosan uy-mulk tijorati, mehmonxona va sayohat ishlari orqali beyg'on ekan. 2005-yili bo'lsa Xitoyning mamlakatlik emgak namunachisi bo'lib baholangan ekan. Qashqardagi Uyg'ur baylari 2017-yildan boshlab zo'r ko'lamda tutqun qilingandan keyin ularning shirkatlarining ba'zilari Xitoy savdogarlarining qo'liga o'tib ketgan. Ya'ni ba'zilari bo'lsa shu shirkatdagi Xitoy xizmatchilariga o'ng chiqargan. Yaqında izchil lagerlar masalasi bo'yicha izlanib kelayotgan Germaniyalik mutaxassis doktor Adrian Zenz hozir lagerlarga qamalganlarning sonining oz degandimi 1,5 million ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Adrian Zenz munosabatli sun'iy hamroh suratlari, Xitoy hukumatining bexatarlik xarajatlari hamda guvohchilarning lagerlar haqidagi bayonlari asosida hozir turmalarga yo'llab bo'lingandan boshqa oz degandimi 1,5 million kishi lagerlarga qamalgan degan xulosani o'tirib qo'ygan. Bundan ilgari Uyg'urshunos Rayinsam lagerlarga qamalganlar 1 million kishi degan son haqida fikr bildirib, bu son 2017-yilning oxirlaridagi sonliq ma'lumot. Shuningdek keyin lagerlarga ilib ketilganlarning soni bizga noma'lum degan edi. Xitoy hukumati ijro qilayotgan zo'r tutqunlarda lagerlarga ilib ketilgan qozoqlarni qutqizish uchun faoliy harakatda bo'layotgan Qozog'istonlik siyosiy faoliyatchi Serixjon Belasho'g'li yaqinda rasmiy qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Atiyurt fidoyilari tashkilotining qo'rg'uvchisi bo'lgan Serixjon Belasho'g'lini Qozog'iston soqchilari Olmaota shahrida qo'lga olgan hamda Ostonaga ilib ketgan. Yaqinda uningga Xitoy-Qozog'iston do'stligini buzish va milliy o'chmanlikka qutratqulik qilish jinoyatining ortilganligi ma'lum bo'ldi. Serixjonning qo'lga olinishi har qaysi axborot vositalarida ko'plab xabar qilinishi bilan birga, bu harakatning orqasida Xitoy hukumatining borligi haqida ko'plagan fikrlar o'tirib qo'yilmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligi mushafda 2018-yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilib, Uyg'ur diyoridagi zo'r tutqun va lagerlar masalasiga maxsus sahifa ajratdi. Bu qitimliq dokladni Uyg'urlar diyoridagi kishilik huquq masalasi eng atrofli yo'ritib berilgan yillik doklad deyishga bo'lar ekan. Uningda navbatda Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirishning barliq konkret shakllari va Uyg'urlar uchrayotgan haqsizliklar tafsiliy misollar bilan bayon qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining demokratiya va kishilik huquq ishlari bo'yicha bosh elchisi Michael Kozak axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'urlar diyoridagi bostirish haqida so'z qilib, bu xil zulm 1930-yillardan boshlab dunyoda ko'rilib boqmagan degan. Dunyo Uyg'ur qurultayining tashkilishi bilan 13-mart kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi bosh shtabida Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi bo'yicha doklad berish yig'ini ochildi. Yig'inga taklif qilingan Ömer Bekali 10 necha davlatning diplomatlari qatnashgan yig'in maydonida lagerlardagi vahshiyliklarni boshqagan. Ma'lum bo'lishicha, yig'in maydonidagi Xitoy vakillari Ömer Bekalini terrorchi deb ayblagan. Ömer Bekali naq maydonda ularga qattiq raddiya berib, Xitoy diplomatlarini sharmanda qilgan. Ömer Bekali yana Berlinda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning turli savollariga javob berib, Uyg'urlar diyorining hozirgi ahvoli va lagerlar to'g'risida eng yangi ma'lumotlarni anglatgan. Mushafda Tayvanning Taybey shahrida o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik muhokama yig'inida Uyg'ur diyorining vaziyati yana bir qitim muhokama qilinib, Uyg'urlar duch kelayotgan diniy bostirish yig'in akligi anglatildi. Bu qitimliq yig'inda Amerikaning xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback alohida so'z qilib, Xitoy hukumatining diniy bostirish siyosatini qattiq aybladi. Yig'inning ichilish marosimida so'z qilgan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen tarbiyalash markazlari masalasida Xitoy hukumati cho'qim mag'lub bo'ldi deb ko'rsatdi. Bu qitimqi yig'inga taklif qilingan Uyg'ur vakillaridan Nuri Turkal va Roshan Abbosmo yig'inda so'z qilib, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot bergan. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər.
Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.